Heyo, hammaga salomlar, Sarandoz Uralov. Agar siz yoki sizning tanishingiz, menga tekin akkaunt ham bormikan, kimdir tekin akkaunt berarmikan deb turgan bo'lsangiz, mana men anchagina yaxshi akkauntni tekinga obunachilarim uchun konkurs qilib berib yubormoqchiman. Hozir mana shu akkauntni hammasini ko'rib chiqamiz. Men o'rtachasi 85.2 va 38 urin yutishlar soni. Keyin esa tarkibga o'tsak, xo'sh, bu yerda Rafinha bor, Holland bor, Saka bor, Barella bor. Gundoganning 83ligi bor, bilasizlar. Hozir yo'qolib ketgan 80lik futbolchi bo'lib, lekin menda 83ligi bor. Gundoganning keyingi esa De Jong bor, Teo Hernandez bor, Van Dijk bor, Bastoni bor, Arnoldning 83ligi bor. Keyin Lautaro bor, Saliba bor, Lautaro Martinezning ham 85lik kartasi bor. Ter Stegenning ham 83lik kartasi bor. Agar bu akkauntni qanday yutaman ekan deb o'ylab turgan bo'lsangiz, YouTube'ga Dilis Uralov deb yozasiz va mana kanalim chiqib keladi. Kanalim chiqib kelgandan keyin ichiga kirasiz. Xo'sh, bu yerda mana mening kanalim deb turibdi, Telegram. Ustiga bitta bosasiz linkning va bu linkka bosganingizdan keyin to'g'ridan-to'g'ri mening Telegram kanalimga o'tkazadi. Xo'sh, ozgina kutasiz Telegram kanaliga o'tishi uchun. Mana Telegram kanalimga kirdi. Agar mana shu Telegram kanalim atigi 50 ta obunachi bo'lsa, mana shu akkauntni konkurs qilib qo'yaman va mana shu akkauntni kimdir yutib oladi.